Bu videoda juda ham ko'pchilik talabiga binoan elektron shezlonglarimizning qanaqa ishlashini ko'rib chiqamiz. Birinchi variantimizda 890 ming so'm, skidkada 715 ming so'm. Knopkalar sensorini yoqib olamiz, 3-skochga qo'yamiz. Bundan tashqari o'zining muzikalari ham bor, timer vaqtlariga ham qo'yib olsanglar bo'ladi. 3-skochga qo'ygandan keyin tezlashini ozgina kutasizlar, xuddi shunaqa tempda tezlatadi. Farzandinglar bilan juda ham qulay. Ikkinchi variantimizda Masella brendidan 1 million so'm sotilgan shezlongimizda skidkada 810 ming so'm yoqib ko'ramiz. Ha, yoqildi. 5 ta sporsi bor. Buni ustiga bolani qo'yganingizdan keyin ham bundan ham tezroq qimirlaydi. O'zini bu yoqda o'sha timerlari, o'zining muzikalari, bu yoqdan baland past qilish funksiyalari hamma narsasi bor. Uchinchi shezlongimiz ham Kubebe brendidan ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli bo'lgan modellardan bittasi. Buni ham narxi 1 million so'm sotilgan, skidkada 810 ming so'm yoqib ko'ramiz. Oldi polniy sensorli bo'ladi. Eng oxirgi skorostiga qo'yamiz, ya'ni 5 ga. Bu yoqda o'zining muzikalari ham bor. Embalaniga qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Buni ustiga bolani yotqizganingizdan keyin og'irligiga qarab ham tezlashadi. Hozir ustida og'irlik bo'lmagani uchun shunaqa sizlarga sekin tuyulishi mumkin. Keyingi variantimizda ham Kubebe brendidan ko'rishingiz mumkin. Boyagi model bilan deyarli bir xil, faqat ichidagi matrasi, ustidagi materiallari va oldidagi mana ekrani bilan farq qiladi. Buni ham oldi tarafchi, ya'ni ekranlari sensorli bo'ladi. Eng teziga qo'yamiz. 5-skors. Bu yoqda o'zining muzikalari, timerlari bor. Ko'rishingiz mumkin tezlatishini. Farzandingizdan qo'yganingizdan keyin bundan ham tezlashadi. Bu videomizdagi oxirgi model ko'rishingiz mumkin jirafali Masella brendidan oldi tomonlar uzun, ya'ni bo'y uzun bolalar uchun eng yaxshi variantlardan bittasi. Narxi 950 ming so'm. Buni yoqib ko'ramiz. Boyagi ko'rsatgan modelim bilan deyarli bir xil funksiyalari, 5 xil sporsi bor, o'zining muzikalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Do'konimizdagi hamma shezlonglar bilan tanishib chiqdinglar. Qanaqa yoqilishi, qanaqa funksiyalari bor, narxlari bilan video davomida ko'rdinglar. Endi ba'zi birlarda savol tug'ilishi mumkin. Shezlonglar sekinroq tevratar ekan deyishingiz mumkin. Bizni video cho'zilib ketmasligi maqsadida sirazi 5-skochga qo'yib, sirazi ko'rsatdik. Buni 5-skochga qo'ygandan keyin ozgina kutish kerak. Ya'ni o'zi sekinlashib, tezlashadi. Ya'ni eng maksimal skorsiga ko'tarilib oladi.